Endigilik hürmetlik vatandaş. Devlet Meclisi'nin senatörü Amerika hükümetinin Şincan Partiya sekreteri Çin Chuangoni cezalı işini müracaat kıldı. Mavzulu haber 8. ayının 11. günü Amerika Avazı'nın Xitay Tili programı ilan kılındı. Haber mındak başladı. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi senatörü Marco Rubio Cuma günü Wall Street gazetida maxsus maqola e'lon qilib, Jungoning musulmon asalliq millatlarga qaratgan bostirish siyosatini fosh qilib va tanqid qilib, Jungo siyosiy byurosining a'zosi, qo'shimcha Xinjiang partkomining sekretari Qin Chuanggo'ga Magnitskiy qonuni bo'yicha jazo berishni talab qildi. Bugungi Xinjiang çavşanbalar raqobatlasha saqchi davlatiga aylandi. Janubiy Afrika irqiy ayrımchilik tartiblariga o'xshash irqchilik qilishga boshladi. Bu yerda Marco Rubio bir yozuvchining so'zlaridan yuqorqi naqlni keltirdi. Mavzuning madaniyat inqilobi Xi Jinpingning qayta tarbiyalash harakati Senatör Marco Rubio bu to'g'rida mundaq ko'rsatdi. Qayta tarbiyalash lageri bu Sam Mao'ning madaniyat inqilobini eslatadi. Yoki kommunistlar hukmronligidagi Vyetnam nasga soladi. Lekin bu shaklda bostirish Xi Jinping Jungosda mavjud bo'lib turibdi. Lekin bu shaklda bostirish Xi Jinping Jungosida kechiringlar mavjud bo'lib turibdi. Xi Jinping hükümeti dal hozir Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida bir meydan siyosiy tarbiyalash harakati elib berib Nişan Uyg'ur musulmonlarga qaratildi. Qozoq va boshqa osalliq millatlarga qaratildi. Senatör Marco Rubio maqolasida mundaq ko'rsatdi. Jungo qayta tarbiyalash lageriga 1 milliondan ortiq Uyg'urni xomidi solab qo'ydi. Gerçi dairler lagerning mavjudligini inkor qilsa-mu, lekin sun'iy hamra Xinjiangda zo'r ko'lamda qurilish qilayotganligini oshkorlab berdi. Senatör mundaq ko'rsatdi. Lagerga qamalganlar tan jazosiga uchirdi. Senatör Marco Rubio mundaq ko'rsatdi. Lagerga qamalganlar tan jazosi berishga uchirdi. Tibbiy yordamga erishalmadi, og'rib qolsa doktorga ko'rsatmadi. Bostiriqqa solab qo'ydi. Yakka odamlarni solaydigan bostiriqqa solab qo'ydi. Uxlatmadi va boshqa ajallik xo'rlash bilan azobladi. Ular meni yuyishga majburlandi. Senatör bunda ko'rsatdi. Lagerning sirti Jungo doiralari musulmon muridlarining diniy tavalligini bostirdi. Dini örf adetlerini cheklashga uchirdi. Senatör Marco Rubio mundaq ko'rsatdi. Amerika ziyonkashlik qilguvchilar va agashkuchilarni jazolash kerak. Senatör Rubio sekretar Qin Chuanggo'ga Magnitskiy qonunini tatbiqlashni taklif qildi Amerika hukumatiga. Siyosiy byuroning a'zosi sifatida u avval Tibetda bostirish tajribalarini to'plagan. Xinjiangga sekretar bo'lganda qayta tarbiyalashni kengaytirish makoniga aylantirganda Qin Chuanggo qora vositalarni ijod qilg'ichi deb qaraldi. 46 nafar g'ayri fikrdagilar tunji qatam Uyg'urlarning qarshilik ko'rsatish harakatlarini oshkora qo'lladi. Bu bir kichik mavzu endi. Juma kuni chet ellarda faoliyat qilayotgan g'ayri fikrdagilar Xinjiangda Uyg'urlarning kishilik huquq ahvoliga qarata imzoliq murojaatnoma e'lon qilib, Jungo hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosiy ziyonkashligiga norozilik bildirib, Amerika hukumatining Jungo doiralarining Uyg'urlarni bostirishini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tekshirishni talab qilishi to'g'risida murojaat qildi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga talab qo'yib, bu ishni tekshirishni talab qilish to'g'risida murojaat e'lon qildi. Wangdan, Huping, Chenbiao qatorli 46 nafar jungoliq
gayri fikir öktüçiler birleşme imzalık müracaatnamesinde mundaq değil. Nurgun menbelerden erişken haberimizde Şinjan Uygur Abnom rayonunda kişinin çöçtüdüğün kişilik hukuk apti 101 batıdır. Çünkü dairleri Şinjan Uygur Abnom rayonu zor miktarda siyasi terbiyeleş merkezi kurdu. Her kanda kanun tertibiden ötmey durup adamlarını kolga aldı. Ulanın erkinliğini tartıp aldı. Müracaatnamede mundaq görürsün. Hayt terbiyeleş orunda kişiler ten cezasıga uçravatıdı, horlanıvatıdı. Horlaş bilen ölüp ketkenlerinin haberi ottırgı çıktı. Ispatlangan, yani törmede vafat bolganlığı ispatlangan ataklı Uygur alimi, İslam alimi dairlerinin ruhsat kılışı bilen Kur'an-ı Kerim'ni Uygur tiliga tercüme kılgan Muhammed Salih Hacı, Abdom rayonluk doktorxananın başlığı Halmurat Gopar qatarlıqla ispatlangan jaza lagerinde ölüp ketken. Ailedekiler kolga ilinganlıktan ata-anasından ayrılgan balalar yetimler hanısıga solup elindi. Alakadar taraflar təminlеген statistikili saxta sanğa keçirenler, sanğa asaslanganda Şinjan'da Uygurlar 2017-yili jinayi işler boyunca kolga ilingan hisabatda umumisan 227 bin adamdan eşip ketip 2016-yıllık 27 bin adamga seliştirganda 8 hassa açtı. Yani 2016-yılı kolga aldı, 2017-yılı kelgende 227 bin adam getip 8 hassa açtı. Kolga ilinganlar. 2017-yılı Şinjan'da jinayi işler bilen kollangan adamlar memleket boyunca kolga ilingan 20%'ni egelledi. Memleket boyunca kolga ilingan adamların içinde 21%'ni egelledi. Qarang, Uygurların milletli 21% adamını kolga aldı deydi. Belki Şinjan Uygur Abnom rayonunun nüfusu memleket boyunca 5%'ni egelleydi. Müracaatnamede mundaq görürsüldü. Uygurlar mavcutluk körzesiga duş geldi. Şuncha eğer kişilik hukuk optiga duş geldi. Kişilik hukuk ve kadir kıymetli kadirleydigan insanlar bu toğırda sükut kılsa bolmaydı. Müracaatname dairlerinin vahşilik ve zorvallıkını payda kılganlığı narazılık bildirildi. Çünkü dairlerinin Uygurlar ve başka asallık milletlerge ziyankeşlik kılışını tok tutuş talep kılındı. Jaza lagerini takip etiş talep kılındı. Müracaatnamede Amerika Qoşma Ştatları hükümetinin Şinjan Uygur Abdunum rayonu kişilik hukuk için davamlıq sada qaytırışı, önümlük vasıtaları işletip Cungo dairlerine besim işletişi talep kılındı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ottırgı çıkıp tekşür işini Cungo'nun kabi hareketlerini ayıplaşını talep kıldı.